Yapon raqamli universitetidan 1 million so'm yutish uchun Judo 703 promokodni kiriting. Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 1 may 2026 yil sanasida o'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 37 so'm 19 tiyinga tushdi. 1 AQSh dollari 1937 so'm 60 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.193.760 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 1.7% ga tushdi. Yevro 47 so'm 9 tiyinga tushdi. 1 yevro 13.961 so'm 2 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.396.102 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 0.8% ga tushdi. Rossiya rubli 17 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 159 so'm 47 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 159.470 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 5.9% ga oshdi. Xitoy yuani 4 so'm 0 tiyinga tushdi. 1 Xitoy yuani 1748 so'm 13 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1.748.160 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 1.0% ga tushdi. Koreya voni 1 tiyinga tushdi. 1 Koreya voni 8 so'm 8 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Koreya voni 8080 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Koreya voni 0.2% ga oshdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.